Va poliz ekinlarim dahshat o'sib bor. Uy, yomon issiq. Boshim magnit bo'ron bo'lyapti. Nima bo'la? Hozir mana ikkinchi martada turib oldim. Soyada turmasam o'zi vahshiy isib ketdi boru. Hozir Jackga telefon qilib yangi Jack qalaysan, tinchmisan? Yaxshimisan o'zing ham? Yaxshi. Bo'ladi, rahmat. Mana shahar markazida cho'tki dam olish maskani ochilib, dam olmaymizmi bir? Davay ketdik unda. Kelaver, ketdik emas, kelasan sen. Bo'pti, qarochi. Jinni, bilmayman bu. Ketdim qarochi, men ham boryapsiz. Qizib ketdim boru. Va Jack kelibsanmi? Mana keldim. Yur boraylik, vahshiy dahshat joy ochilibdi deyishyapti, lekin soya salqin deyapti, bilmadim endi. U yoqqa ham quyosh tegsa kerak, qaysi teshik tuynukdan o'tib. Bilmadim, soyabonlar qo'ygan deyishdi menga. Bo'pti, yur qani, yo'lni kim qilgan bunday farosatsizlarcha zinadek qilib yuborgan. Mana juda ham ajoyib joylar ekan lekin. Menga Pepsi yo'qalik, kola qo'yishibdi bu yerga. Boshda yaxshi to'lading, lekin bir oy qolib ketdi. Hozir qolganini ham yetkazaman yangi oydan. Xo'p, lekin kechiksa keyin ko'rasan. Nima bo'ladi? Penya minadi, keyin foiz minadi. Bo'ldi, kechiktirmayman. Imkon qadar tezroq yetkazishga harakat qilaman. Shunaqa bo'lsin, bemalol ketaver endi. Mayli. Xo'p. Tinchlikmi, nima bo'lyapti? Xolodilnik sotlayapti. Xolodilnik deydimi? Zo'r-ku, bizga ham bitta berib yubor. Bo'ldi, pulni tayyorlanglar. Pul yo'q, Jack senda pul yo'qmi? Yo'q, unda ishlab olamanmikan? Menga bitta bersang chiroyli qilib duo qilib qo'yardim, qo'sha qarib baxtli bo'lib ketarding. Bo'ldi unda, ikkitasini zaynat qilib qo'ying. Bo'ldi unda, zaynat qilib qo'ydim. Qanday zaynat qilib qo'ydingsan? Sotildi deb qo'ying desang bo'lmaydimi? Bo'ldi, unda men mer bilan gaplashaman va ishlarini ko'raman. Bo'pti, bor bo'lmas, charchama atay, duo qilib qo'yaman, mayli olib bersang lekin xolodilnikda. Mayli, hozir ketdim merning oldiga. Kolani olib ket, chaqab qolsang ichasan. Kerak emas, yerda turib turaversan, kelamiz-ku hozir. Kelamizmi? Bo'pti, men kelmaymiz deb o'ylabman. Sog'lik bo'pti. Mayli, xo'p. Mayli, unda yaxshi, tak. Bularni kola turib turaversan isimaydi. Assalomu alaykum janob. Men yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Yaxshi, o'zingga ishlar bilan charchamayapsanmi? Yo'q, ishlar bilan charchash yo'q, shu qizib ketyapman. Menga yordam kerak. Qanaqa yordam? Boshqarmadan ish tushdi. Qanaqa? Ko'chalarga har bir joyga soyabon qo'yib chiqish kerak ekan. Kim qo'yish kerak? Sen qo'yasan-da. Mayli, qo'yib beraman, evaziga yordamingiz kerak. Qanaqa yordam? Bir oy ish bermay tursangiz bo'ldi, qilaman. Mayli, bir oy ish bermasa bermayman. Mayli, ketsa, manda ketsa, o'zim qilaman. Bo'ldi unda, men ketdim, hozir qilaman. Aytgancha esimdan chiqib qolibdi. Qayerda u? Pochta bo'limida. Mayli. Qoch, yo'ldan qoch. Nima bo'lyapti? Qizib ketdi. Boshqa poliz ekinlari qizib ketdi-ku. Nima qilay? Aytgancha soyabon olib kelishim kerak edi. Bitta qo'yib ketaymi oldingizga? Mayli, tezlashtir, olib kelgan. Yordam beraman senga, chegirma qilib beraman marazenliklarni. Bo'ldi, unda hozir olib kelishga harakat qilaman. Imkon boricha tezlashtirib olib kelaman. Bo'ldi, tezlashtir, yonib ketdi-ku odam. Boshqa suvlar nima bo'ldi? Boshqa poliz ekinlarining suvlari yonib ketyapti-ku. Demak, bu boshqa poliz ekinlarining suvlariga ham foydalangan, ya'ni boshqa poliz ekinlarining suvlariga ham cho'milgan. Qochib tur uzoqqa. Assalomu alaykum janob, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Yaxshi bo'ladi, charchamayapsan, o'zing ham menga narsalar kerak edi. Sandiqda qayerda bo'lishi mumkin? Shunchami? Shuncha. Qancha bo'lishi kerak? Bo'ldi unda, mayli, men ketdim. Sog' bo'l, tezroq qo'ygin. Meni boshimga bitta qo'ysak yaxshi bo'lardi. Siz o'zi xonani chekasiz-ku, sizga bitta yordam qilaymi? Qanaqa yordam? O'ynangizni sindirib beraman. Sindirsak sindir, o'zimni qo'lim yetmaydi-ku. Mana o'ynangizni sindirib beraman. Bo'ldimi? Ajoyib, savol kelib turibdi. Bo'ldi unda, men ketdim, qarochi, qolgan ishlarni o'zingiz hal qilasiz. Qishloq, nima qilib turibsan? Hech narsa. Hech narsa emas, menimcha bu pochtasini olib ketishga kelgan bo'lsa kerak. Bo'lmasa, bu yerda turmaslik kerak-da. Hammasi har joyga turibdi-ku. O'zi poysiqqa chiqqani yomon bo'lgan. Olib keldingmi? Tezroq qo'y. Mana qo'ydim. Ajoyib. Senga chegirma qilib beraman marazenliklarni. Ajoyib, ikkita olamiz lekin. Unda yaxshiroq chegirma qilaman. Ajoyib, menga shunaqa chegirmalar kerak edi. Tak, buni qayerga qo'ysak bo'ladi? Bu yerga obязательно bo'lmaydi. Shuning uchun boshqa joyga qo'yishim kerak. Chunki deganda mana do'konning ichiga kirib ketyapti. Boshqa yo'lga qo'yaymikan? Mana shu yerda qo'yib qo'yay. Baribir qishloqlar mana shuncha joygacha soya bilan keladi va keyin bu soyaga o'tib ketadi. Bu yerga ham bo'lmaydi. 3-blokka qo'yib qo'yay. Ajoyib, turaversin. Jitellarga xalaqit bermasa, ajoyib, kechasi qo'rqitib yuborsa, ayniqsa merning oldiga yig'lab bormasin tag'in. Mayli.
Bularni yomonlik tarafi yo'q-ku, chunki deganda bu yaxshi tarafga qo'yayapman. Ya'ni yaxshilik maqsadida qo'yayapman. Bo'lmasa meni ishim yo'q edi o'zi, bu qo'yish niyatim yo'q edi. Ha, endi qo'yayapman-da. Bitta bu yoqqa yugurib o'tib bormasa yonib ketyapti-ku kunlar, shuning uchun yaxshilab qo'yib qo'yayin. Agar yana mer biror narsa deb qolsa, yana keyin bir oylik dam olishim qolib ketadi. Nima qilyapsan? Soyabon qo'yibman. Menga bitta qo'ygan ustimga. Mayli, qo'yib beraman. Mana qo'ydim. Rahmat, lekin qo'limga yeb olib yursa bo'lar ekan. Arzimaydi, bor endi uzoq qo'ying. Mayli, do'stimga yeb qo'ygan. Do'sting sen bilan bitta joyda yursin. Bo'lmasa bo'lmaydi, baribir soyabonlar kam, ya'ni bu soyabonlarni sotib yuborsam juda ham zo'r pul bersa kerak. Chunki deganda o'zi soyabonlar normal narxda turadi. Tayyorlash qiyin. O'shaning uchun soyabonlarni agar qolaydigan bo'lsa sotib yuboraman. Menga o'zi qolgani baribir mer so'ramaydi-ku. O'shaning uchun sotib yuboraman-da. Xullas, berga ham qo'ysam ajoyib. Hamma joy salqin bo'ladi, ajoyib. Bitta qo'yib chiqsam, u qoplamaydimi deyman. Shuning uchun kamroq qo'ymasam ajoyib. Bu yer o'zi asosiy yo'llik uchun ko'proq qo'yib tayladim. Narigi yo'llarga hech qanday qishloqlar bormasligi uchun kamroq qo'yilgan. O'zimni yo'limligi uchun ko'proq qo'yib taylayin. O'zim baribir qatnayman-ku, janob merning oldiga borishim uchun. Bu yerga ham bitta qo'yaman, ajoyib. Ana xolodilnikchi juda ham mazza qilayotgan bo'lsa kerak. Chunki deganda suvning ichiga yotibdi, ham bitta soyabon qo'yib berdim. O'zi xolodilnikning ichiga kirib olsa bo'lmaydimi? Kirib olsa ham bo'ladi, lekin bilmadim, sotish qiyin bo'ladimi yoki qishloqlar past ko'radimi? Menimcha shu qishloqlar past ko'rsa kerak-da, o'shaning uchun kirmaydi, katta ehtimol bilan u yo'llarga ham qo'yib chiqish kerak. Bu asfaltlar Open byudjetdan shunaqa bo'ldimikan yoki jitalarni o'zi shunaqa qilib chiqdimikan? Bilmadim, lekin juda ham ajoyib chiqqan ekan. Ajoyib, bularni bitta qo'yib ketaversam, ko'p qo'yilsa ham qo'yilsin, endi qolgani o'zimga qoladi-ku baribir. Bu yerda ham qo'yib qo'yaman. Bularni tayyorlash nima uchun qiyinligini aytayinmi? Daraxtlar Qizil kitobga kiritilgan. Aynan mana shuni tayyorlovchi daraxtlar Qizil kitobga kiritilganligi sababli juda ham topilmaydi va qimmatroq bo'ladi. Ajoyib, bu yerda ham yo'l tushar ekan. Bo'ldi, qolganlari o'zimga qoladi. Endi o'zim daromad ko'rishim kerak-ku. Zato mana bu yo'l qolib ketgan ekan. Mana shu yo'lni ham ta'mirlab bersam, qolgan yo'llar qolmadi o'zi. Bularni qolganini sotib yuboraman. Agar janob mer rozi bo'lsa kerak. Janob mer rozi bo'lishi ehtimol, balki beradi, balki bermaydi. Bu hali tasdiqlanmagan. Buni olish kerak. Nimamda neta qo'yib yubordim, tepada qo'yib qo'yayin. Baribir bu yerdan mashina sig'maydi-ku, shuning uchun. Menga yordam beraver. Mayli, mana ustingga bitta qo'yib beraman. Rahmat, lekin sherda yo'qizib ketyapman. Nimaga kirsang bo'lmaydimi ichkarida? Oltinlarni qo'riqlayotgandim. Oltinlar, yer osti oltinlar bormi? Mening oltinlarim bor. Tushunarli. Qo'riqlamagan, bir kun qo'riqlamasang nima qiladi? Jitallar o'g'irlab ketadi, tupoy. Tushunarli. O'zi uyning ichiga olib kirib qo'riqlasa nima qilar ekan? Mayli, bunga e'tibor bermayman. Menga farqi yo'q. Men oltinim emas-ku, nimamda isqi o'zi gapira olmaydigan bo'lib qoldim. Eshitib turibman, meni muhokama qilma. Muhokama qilmayman. Mayli, menga farqi yo'q. Olib ketasanmi endi? Mayli, hozir olib ketaman. Oltinlarimni olib kelay, ya'ni pullarimni. Mayli, tezlash. Janob mer hamma joyga qo'yib chiqdim. Unda sandiqqa joylashtir. Mayli, sandiqqa joylashtiraman. Buni sotsam bo'lmasdimi? Yo'q, sotishing mumkin emas. Demak, mayli, men ketdim, короче. Bugun hozir xolodilnik olishim kerak edi. Senga pul. Rahmat, lekin arzimaydi, 2 stak dollar bo'ladimi xolodilnik olishiga? Bo'ladi endi. Rahmat, boringizga shukr. Arzimaydi, ertadan yana ish bor. Mayli, ishga imkon qadar tezroq yetib kelishga harakat qilaman. Qayerga ketdi endi bu jitel? Qayergadir qochib ketibdimikan? Yo, boshqa suvlarga yo'qchiga ketganmikan? Men aytgancha Jo'xan chaqirib kelayin. Jo'xan, mana pullarni tayyorladim, oldinga boryapman. Mayli, kelaver, uydaman. Keldim, chiqqa endi eshikka. Hozir eshikka chiqmayman, tashqariga chiqishim mumkin. Eshik meni ko'tara olmay, sinib ketmasin yana. Mana ketdik unda. Pul oldingmi, ishlay oldingmi o'zi? Ishladim, 2 ta xolodilnikni pulini ishladim. Janob mer senga qanday pul berdi? Pul berish qiyin masala edi-yu. Ko'chada soyabonlar qo'yib chiqdim, issiq bo'layotganligi uchun shunaqa qo'yib chiqish kerak ekan.
Xo'p, hozir mana janob managa pullaringizni olib keldim. Ha, mayli, xolodilnikdan olib ketgan, mayli tezroq olib ketgan. Bo'ldi. Sotib yubormaganingiz uchun ham rahmat. Arzimaydi, olib ketar bemalol. Xo'p, unda mana shularni sindirib olsam, ichida bonuslar ham bor aytgancha. Bu juda ham yaxshi bo'ldi. Poluz ekinlari, agar bu poluz ekinlarini bir kun janob merga topshirsam, bir kunda dam olaman degani. Ajoyib, 2 kun, 3 kunga ham yetsa kerak. Bu poluz ekinlari juda ham ko'p ekan. Ha, mayli, bu kolani ham yetib olay. Chunki deganda o'zi qizib qoldi. Agar aynamagan bo'lsak, juda yaxshi bo'lardi. Juda isib ketgan o'zi. Oho, juda ham 50 graduslar tursa kerak. Bilmadim, xolodilnikni tezroq qo'ymasam bo'lmayapti. Chunki deganda bu qizib ketgan, yaxlatib olsam yaxlatib olaman, bo'lmasa ichishga yaroqsiz bo'lib qoladi. O'shaning uchun tezroq bularni joylashtirishim kerak. Nimamda ishlamayapti. Demak, texnik ko'rikka ko'rsatish kerak. O'shaning uchun tezroq narsalarni joylashtirib olayin. Borib chaqirib kelaman ustani. Bo'lmasa juda ham ish bitmayapti. Men shuni joylashtirib olayin. Poz ekinlarning ikkitasini o'zi janob merga yetkazib qo'yaymikan? Yetkazmayman. Tursinchi shu yerda, keyin agar kerak bo'lib qolsa agar yetkazib berishim mumkin. Bittasini tashqariga qo'yib qo'yaman. Izumrudlarim, pullarim, bu yerda ham pullar. Qayerga qo'ysam ekan? Shularni yeymikan yoki bo'ldi, mana shu tepada joylashtirib qo'yayin. Pulni o'rniga yeyman hozir. Kartoshka qilib yeganim ma'qul bo'ladi bularni. Endi salgina ishlab olayin kompyuterga.